Pakistanning Balujiston o'lkasida Xitoy ishchilarni epmangan mashinada o'zini qo'shib portlatish voqeasi yuz bergan. Dastlabki xabarlarga qaraganda 2 bola hayotidan ayrilgan, 3 odam yaralangan bo'lib, ularning biri Xitoy ekan. Egilinishcha hayotidan ayrilgan bolalar hujum yuz bergan joyda o'ynayotgan ekan. 7-ayning 14-kuni Xaybar Paxtunxo o'lkasidagi Daso tosmasi qurilishida ishlayotgan ishchilarni epmangan avtobusga hujum qilish natijasida 10 Xitoyni o'z ichiga olgan 13 odam hayotidan ayrilgan edi. Germaniya Bosh ministri Angela Merkel o'zining 16 yillik vazifa muddati to'shishga oz qolganda oxirgi qitim Rossiyaning poytaxti Moskvada rasmiy ziyoratda bo'ldi. Afg'oniston Putin Merkel uchrashishining asosli qaralmasi bo'ldi. Merkel Afg'onistonni kontrol qilgan Talibanlar bilan suhbatlashishning lozimligini aytdi. Amerikadagi eng chong ko'chma telefon mulozimati ta'minlovchining biri bo'lgan T-Mobile tor hujumi natijasida yana 5 million 300 ming xaridorning sonliq ma'lumotlarining o'g'irlanganligini e'lon qildi. Buning bilan shirkatning tor hujumiga uchragan abonentlarning soni 53 milliondan oshib ketgan. Talibanning bayonotchisi Sohail Shahin Xitoy markaziy televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda Afg'onistondagi o'zgarishlar va ularning xalqaro ta'siri haqida to'xtaldi. Shahin Afg'onistonni qayta qurishning muhimligini ta'kidlab bunday dedi. Xitoy g'oyat zo'r iqtisodiy va cho'ng davlat. U Afg'onistonni qayta qurishda muhim rol o'ynaydi. Malayziya podshohi Sultan Abdullah Shah İsmail Sabri'ni baş ministerlikten istifa bergan Muhittin Yasinning o'rniga davlatning yangi baş ministri qilib tayinladi. Malay millatchiligini qo'g'digan İsmail Sabri ilgari bu davlatdagi malaylar boshqa millatlarga qaraganda iqtisodiy afzallikka erishish kerak degan so'zi uchun tanqidga uchragan. Xitoy virusi yuqumi sababidan ba'zi mahsulotlarning ta'minlanishida masala ko'rilgandan keyin Toyota Fransiyaning 10 mingdagi aslahasida ishlab chiqarishni 2 hafta to'xtatishni qaror qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Shimoliy iqlim 2 tabiiy gaz turbi yo'li turiga munosabatlik bir Rossiya paraxoti va 2 Rossiya amaldoriga jazo yurgizdiganligini e'lon qildi. Türkiye askerleri Kabul aerodromidagi qalaymaqonchilikda onasidan ayrilib qolgan 2 oylik bir bovoqqa yordam qo'lini sundi. Askerlar bu bovoqni bexatar joyga elib kelib, zakisini almashtirib va qo'rsqini to'ydirib dadisiga topshirib berdi.